Assalomu alaykum do'stlar, sizlarga Ravshan Bexoniyoz. Bugun sizlar bilan biz liderlar haqida gaplashamiz. Qanaqa pog'ona, nechta pog'ona bor liderliklar? Kelinglar birinchi pog'onadan boshlaymiz. Bu qanaqa pog'ona? Masalan, direktor deymiz, rahbar. Bu rahbarni tayinlagan kim? Men ilgari direktor bo'lganimda, meni ministr mana shu lavozimga buyruq bilan tayinlagan, men shu lavozimda ish olib borganman. Yoki siz yollanma ishchisiz. Sizni bitta kompaniyaga direktor qilib tayinlashyapti-da, siz rahbar, sizga 100% javobgarlikni berishyapti. Unda siz 100% huquqqa egasiz. Demak, sizda bor vakolat, siz direktorsiz. Sizning odamlaringiz 40% faqat natija berar ekan. 40%. Chunki sizda bor. Endi yaxshi odam bor, yomon odam bor, bilimli bor, bilimsiz bor, tanish bilish orqali rahbar qilib o'tkazgan. Bu odam o'tirgandan keyin mana shu qo'l ostidagi odamlar faqat mana shu 40% natija berar ekan. 40% degan nima degani tushuntirib bering desangiz, mana men yorib tushuntirib beraman. Ishga keldi odamlar, ular mana shu ishda 8 soat ishlashi kerak, to'g'rimi? Ko'pchilik mana 8 soat ishlamaydi. Necha soat ishlaydi deb o'ylaysizlar? Maksimum 2 soat. Bemalol o'tiradi, choy ichadi. Soat obedga 1 soat qolganda bemalol ovqatlanishga harakat qiladi. Ovqatlanishga borib keladi, kelgandan keyin ishlaydi. Soat 5 bo'lgandan keyin bular vaqtni kutib o'tiradi. Necha minut qoldi? 5 minut qoldi. Ketdi bolalar, bo'ldi, ish tugadi. Xayr. Mana shu degani 40% mana unumdorligi. Samarali 40% faqat bo'ladi shu odamlardan. Ikkinchi pog'ona. Bu qanaqa pog'ona? Rahbar buni lavozimga tayinlangandan tashqari bu odam yana hurmatga ega. Plus hurmat. Odamlar hurmat qilishadi. Nimaga? Chunki muomalasi yaxshi, odamlar bilan yaxshi gaplashadi, odamgarchiligi yaxshi. Mana bu rahbarda odamlar 70% energiyasini berar ekan. 70% harakat qilar ekan. Uchinchi pog'ona. Bu rahbar qilib tayinlashgan. Undan tashqari bu odam hurmatga ega. Odamlar hurmat qiladi va unumdorligi bor, samarali. Bu odam o'zi ham ishlaydi. Odamlarga o'rgatadi, ko'rsatadi. Mana bu odamda demak 85% odamlar energiyasini berar ekan bu odamga. 85%. To'rtinchi pog'onali lider bor. Bu rahbar, mana bu uchinchi pog'onali rahbar ham hurmatga ega, samarali va undan tashqari bu odam trener bo'ladi. O'zini odamlarini o'rgatishni boshlaydi. Ustoz bo'ladi. Odamlar bilan ishlaydi, odamlarga yordam beradi, odamlarni nazorat qiladi, o'qitadi, komanda, mana trener bo'ladi. Mana biz derdik-ku, bu odamlar mana maydonda yugurmasdan o'tiradi-da, odamlarga o'rgatib boradi. Ustoz bo'lib ishlaydi. Va trener bu 4-pog'ona. Odamlar mana shu yerda ishlaganda 100% energiyasini berar ekan. 100% harakat qilar ekan odamlar. Nimaga? Chunki buni ham hurmat qilishadi, ham bu odam yaxshi ishlaydi, ham bu odam yana o'qitadi odamlarni, rivojlantiradi. Va 5-pog'onali rahbar bu odam ustoz hisoblanadi. Bu odam bilimlarga ega, hurmatga ega, o'zi ham yaxshi ishlaydi, odamlarni o'qitadi va bu odam tajribali, 15-20 yil tajribali, katta kompaniyalarni boshqargan va ko'p odamlarga yordam bergan va bu odamlar shu ustoz orqali muvaffaqiyatga erishgan. Mana bu odamlar boshqaradigan, mana shu odamlar 200% energiyasini berar ekan korxonasida. Nimaga? Chunki bu odam ularni o'rgatyapti. Maqsadi o'stirish, ko'pchilik odamlarga yordam berish, ustoz bo'lish va bu odamlar keyin mana shu bu odamga mehnati bilan qaytarar ekan. 5-pog'onali ustoz bu labzi bor.
va'da berganda bajaradi. Odamlarni o'ylaydi, odamlarga yordam beradi va har bitta odam bilan ishlab, ularga ishonch beradi. Men senga ishonaman, sen buni qila olasan, sen buni uddalaysan deb kuch beradi. Nima uchun? Chunki ko'pchilik odamlarga yetmaydi ishonch. O'ziga ishonch yo'q ko'pchilikda. Har bittasini ichida devdek kuch uxlab yotibdi. Mana shu kuchni uyg'otishga mana shu 5-pog'onali ustoz yordam beradi. Savol tug'ilyapti. Qanday qilib mana shu 5-pog'onali men ustoz bo'lishim mumkin? Buning uchun siz birinchi navbatda nima bo'lish kerak? Nima qilishinglar kerak? O'zinglar ishinglarni yaxshi ko'rishinglar kerak. Yaxshi ko'rish, nafaqat ishni, odamlarni yaxshi ko'rish, ularga yordam berish. Ikkinchi, siz o'zingizni yo'lingizni aniqlab olishingiz kerak. Haqiqatan siz o'zingizni yo'lingizdamisiz? Masalan, bo'ladi, mana bitta yo'l, top-toza asfalt, zo'r, 100 ga bosishingiz mumkin. Ikkinchi variant bor. Dabdala yo'l, yamalar bor, chuqurliklar bor. U yo'ldan tez yuramaysiz. Shuning uchun yo'l, o'zingizning yo'lingizni topdingizmi, yo'qmi? Mana bu sizning yo'lingizmi? Shu yo'lingiz bo'yicha siz 150 tezlikda harakat qilishingiz kerak. Va uchinchi, mana shu kerakli narsa, siz shu ish bilan shug'ullanmasligingiz mumkin emas. Nima degani bu? Buni qilmasangiz tinch yotamaysiz, tinch o'tiramaysiz. Mana menga aytishadi, Ravshan aka, siz yoshingiz mana 70 ga kirdi. Nimaga bu ish bilan shug'ullanyapsiz? Chunki men buni qilmasam, men o'tiramayman. Men qilishim kerak. Mana mendan so'rashadi, aka, men nima qilay? Biznes ochsam bo'ladimi, yo'qmi dedi. Biznes dedi. Biznesni ochsam bo'ladimi degan odamga men aytaman, yo'q deyman. Ochmagin deyman. Nimaga? Chunki sen mendan so'rayapsan. Agar sen biznesmen bo'lsa, tadbirkor ichingda bo'lsa, demak siz bu biznesni anchadan beri ochardingiz. Undan keyin oldimga kelib, aka, biznesim yurishmayapti, qanday qilsam bo'ladi deb so'rardingiz. Agar siz so'rayapsiz, demak siz ikkilanyapsiz. Shuning uchun mana men tavsiya qilaman. Bu haqiqiy sizning ishingizmi, yo'qmi? Siz buni qila olasizmi? Ha, qiling. Qo'rqmang, bosing. Aytayapman, mana hozir menga aytadi, boring, pensiyaga chiqing, dam oling, choyxonaga boring. Menga yoqmaydi bu ish. Men mana shunaqa treninglar olib borishim kerak, odamlarga o'rgatishim kerak, bilimlarni berishim kerak. Men odamlar ishlashim kerak, odamlarga yordam berishim kerak. Men o'shanda men rohatlanaman. Xulosa qilaylik do'stlar. Odamlaringlar yaxshi ishlashni xohlasanglar, o'zinglar mana shu lider bo'lishinglar kerak. Mana shu pog'onali 5-pog'onali lider bo'lishingiz kerak. Ko'proq bilim olishingiz kerak, o'rganishingiz kerak, rivojlanishingiz kerak. Odamlaringlarga yordam berishingiz kerak. O'shandagina odaminglar kuchliroq bo'ladi va daromad ham ko'payadi, foyda ham ko'payadi. Shuning uchun siz agar 5-pog'onada bo'lsangiz, demak sizning odamlaringiz 1-2-3 pog'onada. Siz harakat qiling mana shu o'zingizni pog'onangizni oshirishga. O'shandagina odamingiz sizni orqangizdan intiladi, harakat qiladi. Chunki siz katta kemasiz. Kemani oldida kichkina kemanchalar harakat qiladi. Mana biznesda maksimumdagi 3 oylik kursim bor. Agar sizni shu kurs qiziqtirgan bo'lsa, marhamat kommentariyada biznes deb yozing, biz siz bilan bog'lanamiz.